Bobur aka, mana 100 ming dollar lazerli apparatni BYD salonga sotibsiz. Bu nima vazifani bajaradi? Bu BYD salonga emas, BYD zavodini qaysidir zapchasini ishlab chiqaruvchi Jizzaxlik akamizga sotdik. Bu akamiz BYD ga tegishli mashinani qaysidir zapchasini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Bu shu apparat yordamida kesadi, bukadi, shu temirga oid joylarini BYD zavod bilan shartnomasi bor, o'sha zapchasini yetkazib berib turadi. Ya'ni siz olib kelayotgan lazerli apparat biz kundalik sharoitda ishlatadigan, hattoki mashinamizni, eshigimizni barcha mana oddiy qilib tushuntirsa, eshik sohasi, robot sohasi, temir, ya'ni yo'llarda stalbalar bor, daroshkalarda to'suv bor, u temirdan bo'lyapti, mana bukmalar, shularda stalba, ko'chadagi shitlar, transformator shitlari, temirga oid barcha ko'rinishdagi narsalarni shunaqa apparatlar yordamida yasaladi. Bobur aka, shunaqa lazerli apparat haqida foydali ma'lumotlarni olishim uchun nima qilishim kerak? Bizga obuna bo'lib qo'ying, biz sizga polni ko'rsatib, o'rgatib, kerak bo'lsa, buni qanday xarid qilish kerak, buni yordamida nimalar ishlab chiqaradi, barchasini o'rgatamiz.